tovarlarni ham o'zim tushirsam o'rtoqlar, yana nima qilay, skidkalarni ham o'zim chiqarsam. Bu safargi skidkamiz mana shunaqa sezonoviy shlyopkalarimiz bo'ladi. Oyog'imga bittasini modniy qilib kiyib oldim. Bunichi semichka olgani chiqsanglar ham, yarim kilo go'sht puliga ham bermaydigan shlyopkalarimizni obzor qilib ko'rsatib bermoqchiman hozirlarga. Ichlari mexli. Xullas hammasi 49 ming so'mga chiqarib yubordim skidka qilib. Endi sizlar bilan buni bittalab obzor qilmasam bo'lmaydi. Mana bunaqa chiroyli qilib taxlab qo'ydim. Bunaqa ideyalar faqat mendan chiqadi deb o'rtoqlar. Chiroyli qilib taxlima keyin boshqa sekin o'g'irlash boshlaydi mayli. Hozir men sizlarga buni bitta obzor qilib ochib ko'rsatib bermasam bo'lmaydi. Hamma modellarini mana buni qaranglar, ichini qaranglar, mexligini 49 mingga arziydimi? Arziydi. Boya tepada aytganimdek yarim kilo go'shtdan bermayapti deb puliga borib, kellar endi mamisini ham ochaylik. Hamma rangini tez ko'rsatib chiqarib ketaveraman, chunki modellarim juda ko'p bo'ldi. Mana hammasi har xil narsada qizlar. Mana buni qaranglar, bardovisi ham bor, qorasi bor. Brendlarni olib kirib qo'ygan bo'lsak, hamma narsa qilib qo'ygan bo'lsak, skidka qilib qo'ygan bo'lsak, bizning klientlarimiz nimaga olib ketmaydi demaymiz, chunki olib ketishadi. 3 kunda tugaydi bular har doimgidek o'rtoqlar. Chunki har doim bitta skidka qilsam, bir haftaga ham yetib bormayapti. Ayniqsa oxirgi skidkalarim, qizlarjonlar, men bilan turishini qaranglar, voy. Bantigli, skromniy, har xil modellarda 49 ming so'mga olmaysizlarmi? Olasizlar, конечно, mana shu hamma uflarimizni 49 ming qilib chiqarib yuborganman. Men modellarni ham bittalab ochib yuboramiz endi sizlar bilan birgalikda. Videoni 3 minut bo'lishiga qaramasdan klientlarimiz ko'rib, bitta like bosib ketsa ham, menimcha like bosishli video bo'ldi. Qizlar, o'zim qansirab qoldim, qaranglar. Men brendvilarni qaranglar. Louis Vuitton, Miu. Men bu yurakchalilar nima deyapti? Vau! Xullas, maza qilib kiyurasizlar. Men bu havo rangidan ham bor. Ochiq havo rangi bo'lsa, mana bitta mentolga tortadigan rangidan ham bor ekan. Xullas hammasi atiga 49 ming so'm. Bemalol Nishoyskiga kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Hozir bularni sirazi pastga tushirib yuboraman. O'zim olib tushsam endi uyat shuncha ishlatib. 49 mingga mana shu shlyopkalarimizni hammasini olib ketaverasizlar. Kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Dastlabki xizmatimiz ham bor. Xohlasanglar, voy bir pochka olib ketsanglar ham bo'ladi. Nima deyapmiz?